Barchani tabriklayman. Biz siz bilan aloqadamiz System Guru Markets. Kompaniya haqida qisqacha ma'lumot bilan boshlaylik. Agar kerak bo'lsa, videoni to'xtatib qo'yishingiz mumkin. Ko'rib chiqilayotgan kompaniyaning barcha parametrlarini diqqat bilan ko'rib chiqishni taklif qilamiz. Endi kompaniyaning joriy fundamental ko'rsatkichlarini tahlil qilaylik. Checkpoint, Ticker, TIXKEP. Sharh 2025 yil 30 iyun holatidagi joriy ma'lumotlarga asoslanadi. Tasnifiga ko'ra Guru Markets kompaniya Checkpoint pastki toifaga kiradi. Soft Security baholashda 27 ta tashkilot ishtirok etmoqda. Biz ushbu videoning oxirida buyurtma jadvalini ko'rib chiqamiz. Ko'rib chiqilayotgan kompaniya uchun natija 10 balldan 8 ball. Pastki kategoriya uchun o'rtacha ball, 8 ball. Umuman fond bozori doirasida juda keng qarasangiz. Shuni ta'kidlashimiz mumkinki, bozor uchun o'rtacha reyting 8 ballni tashkil qiladi. 8 ochkoga qarshi Checkpoint. Kompaniya aksiyalari narxining dinamikasini solishtirish Checkpoint va kichik toifadagi kompaniyalar. So'nggi 12 oy ichida kompaniyaning aksiyalarini ko'ramiz. Checkpoint 39.2% ga o'zgarishni ko'rsatdi. 49% kichik kategoriya uchun narx dinamikasiga qarshi. Tashkilotning bozor kapitallashuvi Checkpoint 23.45 milliard dollarga baholangan. Pastki toifadagi kapitallashuvi 462 milliard dollarga teng. Kompaniyaning balans qiymati 2.74 milliard dollarga baholanmoqda. Va kichik toifaning kapitallashuvi 31 milliard dollarni tashkil qiladi. Fond birjasi va balans kapitallashuvining aksiyalarini taqqoslab, biz quyidagilarni ko'ramiz. Egallagan ulush Checkpoint kichik toifadagi bozor qiymatini baholashda 5.81% ni tashkil etadi. Kitob qiymati kapitallashuvi 8.823% ni tashkil etadi. Kompaniyaning bozor ulushini va kichik toifadagi balans qiymatini baholash yaxshi 1 ball. O'rganilayotgan kompaniyaning qarzi yo'q. Kompaniyaning moliyaviy majburiyatlari darajasi uchun natija juda yaxshi 2 ball. Kompaniyaning bozor narxining daromadga nisbati 27.5. Kichik toifa uchun o'rtacha 138.4. Kichik toifadagi tashkilotlar bilan taqqoslaganda kompaniya aksiyalari narxining foyda nisbati bahosi juda yaxshi 2 ball. So'nggi 12 oydagi foyda 853 million dollarni tashkil etdi. Kelgusi 12 oy uchun prognoz qilingan foyda 174 million dollar bo'lishi kutilmoqda. Kichik toifaga nisbatan kutilayotgan kelajakdagi foyda ko'rsatkichlarini baholash yaxshi 5 ball. Kompaniya qiymatining daromadga nisbati 9. Pastki kategoriya uchun o'rtacha 12.7 ni tashkil qiladi. Kompaniyaning qimmatli qog'ozlar bozori qiymatining daromadga nisbatini kichik toifadagi kompaniyalar ko'rsatkichlari bilan taqqoslaganda baholash yaxshi 5 ball. So'nggi 12 oydagi daromad 2.6 milliard dollarni tashkil etdi. Keyingi 12 oy uchun forward daromadi vaqtinchalik 320 million dollarni tashkil etadi. Kichik toifadagi kompaniyalar ko'rsatkichlari bilan solishtirganda kelajakdagi prognozli sotish hajmlari ko'rsatkichini baholash yaxshi 5 ball. Marginallik 32.7% ni tashkil etadi. Kichik toifadagi o'rtacha ko'rsatkich 9.2% ni tashkil qiladi. Pastki kategoriya ko'rsatkichlari bilan solishtirganda rentabellikni baholash yaxshi 5 ball. Xodimlar soni bo'yicha kichik toifadagi kompaniyaning ulushi 8.115% ni tashkil qiladi. Bu bozor kapitallashuvi ulushidan 60% ga ko'pdir. Kompaniyaning bir xodimiga to'g'ri keladigan kapital miqdori 3.517 ming dollarni tashkil etadi. Pastki kategoriya uchun esa 5.618 ming dollarni tashkil etadi.
Bir xodimga to'g'ri keladigan kapital hajmini kichik toifadagi ko'rsatkichlar bilan taqqoslaganda baholash. Yaxshi, 5 ball. Bir xodimga to'g'ri keladigan foyda $127.9 ming tashkil etadi. Pastki kategoriya uchun o'rtacha bilan $46 ming. Kichik toifadagi kompaniyalar ko'rsatkichlari bilan taqqoslaganda har bir xodimga to'g'ri keladigan foydani baholash. Yaxshi, 5 ball. Tashkilotning individual xodimiga to'g'ri keladigan daromad hajmi $390 ming tashkil qiladi. Pastki kategoriya $441 ming. Kompaniyaning bir xodimiga to'g'ri keladigan daromadni kichik toifadagi ko'rsatkichlar bilan taqqoslaganda baholash, otish mumkin, ball. Qisqa pozitsiya 4% tashkil etadi, pastki toifadagi o'rtacha 3.9% ga nisbatan. Texnik ko'rsatkich on 4 kompaniya uchun 41% darajasini ko'rsatadi. Check point. Pastki kategoriya uchun bu daraja taxminan 55% ni tashkil qiladi. Kompaniya aksiyalarining hozirgi narxi $216 atrofida. Kompaniya aksiyalarining konsensus bahosi taxminan $239 ni tashkil qiladi. Keling, buyurtma jadvalini ko'rib chiqaylik. U siz uchun mavjud, bog'langan izohdagi havola. Buyurtmalar jadvali baholash axborot tizimi tomonidan joriy mavsumda ochiq qabul qilingan barcha qarorlarni o'z ichiga oladi. Guru Markets. Buyurtmalar jadvaliga kirish bepul va ochiq, bog'langan izohdagi havola. Kompaniya aksiyalarini tahlil qilish asosida check point. Axborot ma'lumot tizimi Guru Markets qaror qabul qilinadi. Har bir aksiya uchun $216.45 dan sotib olish savdosini oching. Buyurtma ochiq, chunki kompaniya nisbatan yuqori bahoga ega. Korxonani baholash usuli hokim indeksiga asoslanadi. Foyda olish 250.33 miqdorida belgilangan. Stop loss 182.57 darajasida o'rnatiladi. Agar buyurtma foyda olish yoki zararni to'xtatish bilan yopilmasa. Bu holda buyurtma 2025 yil 30 iyuldagi sessiya natijalariga ko'ra avtomatik ravishda yopiladi. Yoki belgilangan sanadan oldingi oxirgi ish kunida. Ticker VRNisi sotish uchun balans buyurtmasidir. Balans tranzaksiyasi bo'yicha video kanalda bo'ladi yoki allaqachon e'lon qilingan. Buyurtmalardan birortasi yopilgan taqdirda asosiy yoki balanslash. Qarama-qarshi buyurtma yakuniy narxda yopiladi. Oxirigacha tomosha qilganingiz va yordam tizimidan foydalanganingiz uchun katta rahmat. Guru Markets.